Assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz markazida Seoul Lux burchak divanimiz. Buni sifatini aytishga til ojiz. Buni o'zingiz kelib his qilib ko'rishingiz kerak, qanchalik qulay va yumshoqligini. Bir dona ham prujina ishlatilmagan, 100% Rossiyani porolondan ishlatilgan. Yog'ochlarni ham bitta kelib ko'ring mana. Butun sel yog'ochlar ishlangan. Dekorativ joylarga mana shipondan shunaqangi ishlov berilgan. Materiallari ham toza Porsche firmani materiallari. Zo'r tarafi, misol, uyingizga mehmon kelganda yotishga joy qidirib olasizlar-ku. Har bitta bo'lagi shunaqangi kengayadi. Har bitta bo'lagini kengaytirib xohlasizlar 1,5 kishilik kravat qo'lasizlar. Xohlasizlar narigi tarafini bu yerga olib kelib 2 kishilik kravat qilib bemalol mehmonlarni ishlatsa bo'ladi. Va albatta telefon kitranadigan odamlar bo'ladi har bitta uyda. Shu yeriga mana yoki televizor ko'rib o'tirgandami, yonboshlab mana ko'rishga nima edi umuman. Buni komfortini bunda o'tirib ko'rib his qilmasanglar bo'lmaydi. Va hozirgi interyer dizayn remontlar luboyga tushib ketyapti. Endi yana ham injelik qilaman desangiz, kelib matosi yo o'lchamlar sizga to'g'ri kelmay qolsa, bemalol bizga murojaat qiling. Sizni didingizga qarab moslab qilib beramiz. Yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, shu yerga raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol shu raqamlar orqali murojaat qilib, qandaydir savolingiz bo'lsa, o'zingizga javob topishingiz mumkin.